Stop. Kimda bor haligacha ishlatilmagan diplom yoki kimnidir byudjetiga bergandikmi tiplo? Toki hayot senga atagan lavozimi bor yo'g'i kuryer bo'lsa-chi, hech qachon ushalmaydigan orzuying xayolingda rejadek qolsa-chi. Bu paradoksni yengaman deb hayoting bilan kurashgan, lekin shaxsiy hayot, shaxsiy prinsiplar, sana atrofingni muammolar bilan uğraşgan. Kurashgan erishadi deyishadi, lekin yutqizganlar ham to'ymas kurashga. Bosh olib ketging kelsa-da, lekin nima qilasan, sabring yetmasa hatto qor kurashga. Bu fakt. Psixolog emasman no, to'g'ri yasha demasman no, men ham senga o'xshab harom emasman no goh. Hayotga bas emasman qara. Mesopotamiya haqida nimani eslab qolardim, lutshi bu TikTok. Kimdir kimgadir aytgan ekan, hayotni bilmaganlar hayoti nikto. O'ylashing mumkin kim bu alamzada, notanish so'zlar u notanish tarzida. Ehtiyot bo'ladimi har bir frazada, yurdimi azada, sektor gazada. Eski fantaziya terminator, balki konspirologiyada illuminator. Lekin bugungi sun'iy intellektlar tabiiy intellektdan ancha murakkabdir. Bu anti-utopiya yoqmaydi hech qachon oziyam ko'piya. Muzika bu ko'ngil uchun bo'lsa shariat, vaqt topish uchun bir teoriyami? Nima seni qutqarardi qurilishdagi ishdan, tugamas qishdan. Yomg'irda kech qolganingda avtobusga tushunasan, abadiy charchading ishdan. Bolalikdagi orzularing seni Santa Claus kabi tark etgan tushun. Men faqat bitta rasmda ko'rganman hech qachon paydo bo'lmaydigan baxt qushon. Nega bunaqa isterika kuplet? Voy be robot emas, jonliman. Yangi yilni Rojdestvo uchun emas, yil yangilanganligi uchun nishonliman. Oydagi kreator emasman, menga quloq solman, motivator emasman. Hattoki shunchaki murojaat qilishsa ham nimagadir doim javob beraman rasman. Balkida shunchun ham do'stlarim ularni ismini bilasan, do re mi fa. Beni vidivichi prosta kelding, ko'rding, yutding, qolganiga ciao. Ertalab uyg'onganda nega eslamadim tushim davomini? Nega bu olis xotiralar egallagan kunim davomini? Atlanta, Twin Towers edi bu shunchaki demo. Tur, yashash uchun kurash, o'zingsan hayotingga kapitan Nemo. San peshkasan, umrbod peshkaligincha qolasan agar o'yinni boshlamasang. Soddaroq aytganda san yutding agar kun kelib ko'zingni yoshlamasang. Rodibi kimgadir nimadir qasdan, lekin kimga nima tushunmassan. Insonlar qurishgan imperiyasan, ham faqat TikTok varoqlash uchun emassan. Tur, ko'zini och qara gonga, hayoti yo'l bu metafora tonga. Nafrat sonsa ham, g'aflatga to'lsa ham, dushman baribir dushman ekan. Aytishardi nodon do'stdan ko'ra bitta aqlli dushman yaxshi-da, lekin nega hech kim aytmagan, ikkalasi ham bo'lmagani yaxshi-da. Men Nikola Teslaman, davrimda dahosi bo'lolmagan yoki o'lolmagan, Quasimodo taqdirin takrorlashga botin olmagan. Axir men bo'laman kilometrlab yugurgan, rekord uchun emas, iloji qolmagan. Bu hayot yo'lida psixikam singan, shuning uchun mo'jizaga qoyil qolmaganman. Olganman missiya, zabarikadirovat koordinatsiya. Nima rol o'ynar boylik, hurmat, mardlik, yolg'on yoki shunchaki natsiya? Taqdirga yozilgan bitik o'qish uchunmi yoki yodda turish uchun? Har bir mo'jizani bor vazifasi, ko'z ko'rish uchun, oyoq yurish uchun. Menga ber feministkani tushuntiraman, nima patriarxat, nima oyoqlar, mani saqlab. Axir rap qilib aytgani yetmaydi sarxat. Hammamiz soxta deb ta'kidlashdan nega tinmasman, lekin jimmasman. Hatto senga bugun berayotgan obrazim, yaxshilab qara bu o'zim emasman. O'ylashing mumkin kim bu alamzada, notanish so'zlar u notanish tarzida, lekin shu joygacha tinglashga ham negadir agressiya bilan arzida. Nimaga bu dardi borlarga dalda bo'larmi shu yoqsa yomg'ir, yoqsa yog'ar, nima senga nima? Shunchaki hozir kimgadir og'ir. Falsafa ketsada yonga qarab, rap gapiradi jarayonga qarab. Kim gapiradi o'zi tiliga qarab, yana yiliga qarab yoki puliga qarab, daromadiga qarab, yomadiga qarab, kamsib saralab, yaralab, masxaralab, poralab, aldab, vaqt oralab. Короче, biz unaqa emasmiz. Noma'lum bir muddatga ma'lum o'zga o'lkada yashab ko'rganlarga bo'lib bezamin. Ishonmaysan menga shu haqda angliyski tekst yozib berganida bir kun Benjamin. Lekin uni senga o'qib berishim uchun kuch sarflashim kerak, men terjami. Tashlo Benjamin, my friend, yo bezabit.